Erondagi norozilik namoyishlari oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 5000 kishini tashkil etadi. Reuters agentlikka bu haqida ismini oshkor etmaslik sharti bilan eronlik amaldor ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlarning taxminan 500 nafari kuch tuzilmalarining xodimlari hisoblanadi. Amaldor begunoh eronliklarning o'limida terrorchilar va qurollangan tartibsizlik uyushtiruvchilarini aybladi. Shuningdek, u Reutersga Eron shimoliy g'arbidagi asosan kurdlar yashovchi hududlarda eng shiddatli to'qnashuvlar sodir bo'lganini aytdi. Qurbonlar soni keskin oshib ketishi kutilmayapti. Isroil hamda xorijiy jinoiy guruhlar ko'chaga chiqqanlarga yordam ko'rsatib, ularni qurollar bilan ta'minladi deya qo'shimcha qildi amaldor. Yevropa allaqachon Rossiya bilan urush holatida. Bu haqida Latviya Markaziy banki rahbari va Yevropa Markaziy banki rahbarlaridan biri Martinish Kazaks Financial Times'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Biz urush holatida emasligimizni o'ylash soddalikdir. Garchi mojaro bizning hududimizda kechmayotgan bo'lsa-da, kiberhujumlar doimiy ravishda sodir bo'lib turibdi. Biz Boltiq dengizidagi suv osti kabellarining sabotaj qilinishi va dronlar orqali havo hududining buzilishini ko'ryapmiz, dedi Kazaks. Italiya Rossiya portidan chiqqan qora metal olib ketayotgan kema qo'lga olindi. Meduza Italiya Moliya gvardiyasi mamlakat janubidagi Brindisi portida Rossiyaning Qora dengizdagi Novorossiyskiy portidan kelgan kemani ushladi. Kema hamda unga yuklangan 33 ming tonna qora metal Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni buzganlik sababli musodara qilindi deya xabar bermoqda nashr. Italiya Moliya gvardiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Okeaniyadagi kichik davlatlardan biri bayrog'i ostida suzib kelgan ushbu kema 2025-yil 13-16 noyabr kunlari Novorossiyskiy portida bo'lgan va u yerda taqiqlangan yuklash operatsiyalarini amalga oshirgan. Kemalarni kuzatish uchun mo'ljallangan Marine Traffic xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Italiyaning Brindisi portida hozirda Tuvalu bayrog'i ostidagi Xizr Rays kemasi turibdi. U 16 noyabr kuni Novorossiysk portidan yo'lga chiqqan. Eron o'z aholisining aksariyati uchun internetni butunlay o'chirib qo'yishga hozirlanmoqda. The Guardian global internetdan foydalanish faqat amaldorlar va maxsus tekshiruvdan o'tgan fuqarolar uchun imtiyozga aylanadi. Qolganlar esa davlat tomonidan to'liq nazorat qilinadigan milliy tarmoqdan foydalanish imkoni beriladi deya yozmoqda nashr. Eronda davom etayotgan ommaviy norozilik namoyishlari fonida 10 kundan ortiq vaqtdan beri mamlakat tarixidagi eng yirik aloqa uzilishi davom etmoqda. Erondagi norozilik namoyishlari oqibatida kamida 16500 kishi halok bo'lgan, taxminan 330 ming kishi jarohat olgan. Bu haqida The Sunday Times eronlik shifokorlarning guvohliklariga tayanib xabar bermoqda. Yevropa parlamenti a'zolari Trump Grenlandiya bilan bog'liq bojlarni joriy etish bilan tahdid qilgani uchun Yevropa ittifoqi va AQSh o'rtasidagi savdo kelishuvini bloklashga tayyor. Bloomberg Suriya o'tish davri hukumatiga sodiq qo'shinlar Halabning sharqidagi hududlarga kirdi. BBC ma'lumotlarga ko'ra, hukumat qo'shinlari Halabdan qariyb 50 kilometr uzoqlikda joylashgan Deir Hofir shahri kirish qismida ko'ringan. Avval ushbu hududlarni nazorat ostida ushlab turgan kurd qurolli tuzilmalari chekingan. Juma kuni kurdlarning Suriya demokratik kuchlari Furot daryosining sharqiy sohiliga o'tishini ma'lum qildi. Bu qaror AQSh vakillari bilan olib borilgan muzokaralar hamda o'tish davri prezidenti Ahmad Ashara tomonidan kurd tiliga Suriyada davlat tili maqomini berish va'dasi ortidan qabul qilingan. AQSh o'tgan hafta kurd kuchlari va hukumat qo'shinlari o'rtasidagi to'qnashuvlardan so'ng vaziyatga aralashgan edi.